Xo'p, avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda ko'rib turganlaridek ChatGPTdan maksimum foydalanish yo'llarini ko'rib chiqamiz, xudo xohlasa. Oldingi videoda ChatGPT haqida to'liq ma'lumot bergandim, qanday yaratilgan va qanday ishlaydi shu narsalar haqida va bu videoda shu ChatGPTdan qanday to'g'ri yo'lda foydalanib samaradorlikni oshirishga maksimum harakat qilamiz, xudo xohlasa. Xo'p, boshlashdan oldin menimcha ChatGPTni ko'rayotgan bo'lsanglar, menimcha ko'pchiliginglar ishlatgansizlar. Agar ishlatmagan bo'lsanglar, tortib olishinglar kerak ilovasini va shundan keyin boshlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Uzr, xo'p. Men bu yerda chart yaratgandim. Xo'p, bu chartni o'zim avvalambor o'zim ishlatadigan yo'llarni ko'rsatdim. Ya'ni hozirda ChatGPTdan foydalanish yo'llari menimcha sanoqsiz desam bo'ladi, chunki xohlagan sohamizga, xohlagan usulda foydalansak bo'ladi. Agar to'g'ri yo'lda foydalansak, samaradorlikni, vaqt tejalishini maksimum tejab, juda ham katta rezultat olishimiz mumkin deb o'ylayman o'zim shaxsan. Va bu yerda o'zim ishlatadigan yo'llarni bir yarmini ko'rsatdim. Keyingi videoda yana ham ko'proq ochishga harakat qilaman. Xo'p, bu yerda boshlanishga Whimsical Diagrams'dan boshlaganman. Ya'ni Whimsical Diagrams'ni mind mapping ishlatamiz deganda, bu yerda asosiy xuddi shunga o'xshagan hozir ko'rsatib turganimdek grafik yozganimizni, bizga planlarimizni grafik ko'rinishda tuzib beradigan ChatGPT Custom bu narsa. Buni qayerdan topishimizni ko'rsataman. Ya'ni ChatGPTga kiramiz. Xo'p, ChatGPTga kiradigan bo'lsak, chap qo'lda unaqa Explore GPT degan joy bor. Agar siz telefoningizdan foydalanayotgan bo'lsangiz ham chap qo'lda shunaqa 4 ta nuqtali joy bor va tili menimcha boshqa tilda yozilgan bo'lishi mumkin. Xo'p, shuni ezadigan bo'lsak, menda hozir yo'q ekanda. Mana bu yerda juda ham ko'p custom GPTlar bor. Har xil narsalarga foydalanishingiz mumkin. Masalan, video yasashga, yozishga, dizayn qilishga, logotip yasashga, xullas sanog'i yo'q. Xo'p, biz foydalanishimiz kerak bo'lgan narsa Whimsical Diagrams. Mana birinchisi Whimsical Diagrams. Shunga kiramiz. Xo'p, mind mapping ishlatamiz deganimi? Ya'ni aytdim, grafik ko'rinishda biz yozganlarimizni grafik ko'rinishga tushirib yordam beradi. Ma'lumotni eslab qolishga yoki undan ideya olishga juda ham foydali bo'ladi, chunki miyamiz baribir grafiklar bilan yaxshi ishlaydi, tekstlardan ko'ra. Hozir bu yerdan xohlagan holatda foydalansak bo'ladi. Masalan, oddiy sizlarga misol keltiradigan bo'lsam, ingliz tilini noldan o'rganishga deylik 6 oylik tuzib ber. Ingliz tilini noldan o'rganishga 6 oylik plan tuzib ber deb yozdik va bu yerda ingliz tilini noldan o'rganish hozir sekin boshlaydi. Ya'ni GPT Customga hozir aloqaga chiqyapti. Hozir bizga ruxsat berishimizni so'raydi. Agar ruxsat beradigan bo'lsak, bizga chartni tuzishni boshlaydi. Mana bu yerda ruxsat berish tugmachini bosamiz. Xo'p, mana bu yerda view deb kirib ko'rsak bo'ladi. Bu qanday proses bo'lganini. Hozir sekin kiryapti. Internet menimcha sal sekin ishlayotganiga hozirgacha ochib yubormadi. Mana ochdi. Xo'p, 6 oylik ingliz tilini o'rganish rejasi. Ya'ni biz yozganlarimizni biz tekst formatda emas, ya'ni grafik formatda ko'rsatib beryapti va bu narsa biz eslab qolishimizga va nima deydi, bundan ideyalar olishimizga miyamizda yetarlicha o'rganishga yordam beradi deb o'ylayman. Ya'ni masalan, birinchi oyda qiladigan narsalarimiz, kundalik iboralar o'rganish, oddiy grammatik qoidalar, fe'llar, ikkinchi oyda mana bunaqa narsalar qilamiz, uchinchi oyda mana bunaqa deb bizga yana bitta yozgan gapimizdan shunaqa grafik dizayn tuzib berdi. Buni yana ham murakkablashtirib, yana ham ko'proq informatsiya beradigan bo'lsak, biz xohlagandek juda ham chiroyli grafik tuzib berish mumkin.
Xo'p, keyingi qiladiganimiz har qanday yozuvsiz gaplasha olamiz. Menimcha ko'pchiligimiz bu gaplashib ko'rdik deb o'ylayman. Ya'ni mana bu yerda aynan biz hozir yozishimiz o'rniga shu yerda gap og'zaki ravishda informatsiya berib, og'zaki ravishda informatsiya olsak bo'ladi ChatGPTdan. Agar qilmagan bo'lar bo'lsa, buni ham harakat qilib ko'ramiz. Assalomu alaykum. O'zbek tilida gaplasha olasizmi? Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later. Avvalambor assalomu alaykum. Hozir aytganimdek, internet qanaqadir sekinroq ishlayapti, nimagadir. Assalomu alaykum. Menga o'zbekchada gapira olasizmi? Odatda yaxshi ishlaydi, lekin bugun yaxshi ishlamayapti. Buni keyinroq harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, keyingisi dokumentlarni analiz qilish yoki savol-javob qilamiz. Bu sistemasi ham juda ham foydali, ya'ni juda ham ko'p vaqtimizni tejashimiz mumkin. Ya'ni oddiy fayl tashlab, uning ichidan xohlagan informatsiyamizni olish yoki biz xohlagan yo'lda informatsiya qidirishga ishlatsak bo'ladi. Bu uchun mana bunaqa joydan birinchi hozir connect qilishni so'rayapti. Upload from computer. Kompyuterdan dokumentni olishni kirgizdik. Bu yerda kitoblar endi fayl formatiga ham bog'liq. Juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, bizga yetarlicha ma'lumot bermashi mumkin. Xo'p, hozir bu yerda deylik qanaqadir kichikroq link topishga harakat qilaman. Fayl topishga harakat qilaman. Mana restorandagi qanaqadir menyu bor ekan, shuni hozir foydalanishga harakat qildim. Xo'p. Deylik, bu restoran haqida menyu ma'lumot ber deylik. Ma'lumot berdi. Bu qanaqadir imloda xato qiladigan bo'lsa, ChatGPT yetarlicha aqlli buni tushunib olishga. Xo'p, quyidagi ma'lumotlar Kalletta restoranining kechki ovqat dinner menyusidan olingan. Xo'p, mana o'zimiz ham ko'rishimiz mumkin. Bunaqa bu yerdan ko'ramiz ekan. Ya'ni burada yog'ochdan pishirilgan qovoq. Hozir bergan faylimizdan kelib chiqib bizga juda ham foydali ma'lumotlar beryapti bu yerda. Ya'ni pizzalar menyusi. Hozir fayldan hozir nomi nima edi faylning? Restoranda. Bunday qilamiz. Restaurant menyuda mana shu fayldan oldik bu informatsiyani. Bizga qanday informatsiya berayotganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, anticipati, Colletta bunaqa yozilgan mana anticipati, Caesar salat, antisalat. Bizga bu faqat menyu, restorandagi menyu va shu rasmdan kelib chiqib hozir tashlaganimiz, masalan, anticipati pizzaga mana margarita, pistachio, sausage shunga o'xshagan narsalar. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi YouTube videoni tahlil qilamiz. Bu yana ham juda ham foydali instrument desam bo'ladi. Qanday foydalanishni biladigan bo'lsa, masalan, deylik, qanaqadir YouTube videoga o'tdik. Yarim soat, 1 soat bo'lishi mumkin, har qanday uzun bo'lishi mumkin video. Lekin mana bu yerda pastrog'iga tushadigan bo'lsa, YouTube'da bunaqa show transkript ko'rsat degan joy bor. Transkriptni copy qilamiz, ya'ni ezib turib, copy qilgandan keyin copy nuqtasini yozamiz. Ya'ni agar MacBookda bo'lsa, command bilan C deb bossak, copy qilamiz. Ya'ni agar telefoningizda bo'lsangiz, copy qilishni bilsangiz kerak deb o'ylayman. Xo'p, keyingi qiladigan narsamiz deylik,
polniy paste qilamiz, ya'ni hozir olgan informatsiyamizni ChatGPTga beramiz. Ya'ni bu nima haqida edi? Bu video MCP explained, endi qanaqadir biznes model nimadir bo'lishi mumkin bu. To'g'risi MCP xullas tepasida boshida so'raymiz. Endi bu narsani o'zimizga foydali ravishda foydalansak bo'ladi. Masalan, men bunaqa narsaga qiziqyapman, bunaqa narsa menga yordam beradi. Agar shu videoda berilgan har bitta maslahatni men xohlayotgan narsaga kerakli bo'lgan narsalarni menga tahlil qilib, list qilib ber desangiz, shunday informatsiyalar beradi. Hozir bu yerda to'g'risi men hozir MCP bilan nimadir bog'liqligi yo'qligi uchun hozir qanaqa savol berishni bilmayapman, lekin so'rashimiz mumkin. Hozir ingliz tilida yozib yuboribman hozir. MCP haqida ma'lumot bo'ladi. Ma'lumot ber va meni modelimda ko'rsat deylik. Va buni o'zbek tilida, hozir yana bitta aytgan narsam, ya'ni ChatGPTda agar siz pul to'lamagan versiyada bo'lsangiz, bu narsa uzunroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men aynan bu formatda DeepSeekdan foydalanaman. Ya'ni DeepSeekga kiramiz. DeepSeek deganda masalan unda deepseek.com deb yozsak chiqadi. Start now desak, uje kiramiz. Ya'ni akkaunt ochishimiz ham shart emas. Bunga hozirgi informatsiyalarni polniy yozib tashlaymiz. DeepSeek ko'proq informatsiyani o'ziga store qilib bizga informatsiya berish mumkin. Shundan kelib chiqib. Mana ko'rdinglar, ketdi. Lekin ChatGPTda juda ham uzun dedi bu yozgan narsalar. Shunga informatsiya bera olmadi. Ana biz o'zbek tili, ingliz tilidan videoni olib, bizga kerakli narsalarni o'zbek tilida aynan o'shani analiz qilib bizga o'zbek tilida beradi. Ya'ni agar tilni bilmasa ham va tilni bilmasdan turib o'sha narsa bizga foydaliligini bilsak, o'sha narsani o'zbek tiliga eng kerakli, bizga kerakli narsalarni agar ChatGPTga aytsak, o'shunga qarab bizga bari videoda berilgan ma'lumotlarni bizga beradi. Ya'ni va bu juda ham vaqt tejaydi deb bilaman, chunki videoda yarim soat, 1 soat ko'rishingiz mumkin, lekin bu modeldan foydalanadigan bo'lsangiz, vaqtingizni unchalik ko'p sarflamasdan eng kerakli ideyalarni olib davom etishingiz mumkin. Bu 5 minut uzoq ketishi mumkin deb o'ylayman. MCP model bu AI agentlar va tashqi servislar o'rtasida standartlashtirilgan aloqa protokoli. U Anthropic kompaniya tomonidan qanaqadir model haqida gapirilyapti-da. Foydalanish usullari, avtomatik vositalar ulash. Bu qanaqadir texnikligi uchun bizga texnik ma'lumot beryapti. Ya'ni bu narsani qanaqadir intervyudan olishimiz mumkin. Xohlagan sohamizga, xohlagan narsadan foydalanib, ko'proq ma'lumot ber deb shunaqa ko'proq ya'ni ko'rsatmalar beradigan bo'lsak, bizga yana ham yoritib berish mumkin va bu juda foydali deb o'ylayman. Shuni o'zingiz xohlagan yo'lda, o'zingiz xohlagan juda ham ko'p videolar, masalan, qanaqadir sabringiz yetmasa yoki vaqtingiz ketib qoladigan bo'lsa va vaqtingizni tejash uchun shu metodikadan foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, keyingisini presentda muammolarni hal qilamiz. Biz yechim topa olmayotgan narsalarni screenshot olamiz va ChatGPT orqali yechishga harakat qilamiz. Va bundan har doim foydalanaman men. Ya'ni men aynan texnologik tomonda ishlaganim uchun nima deydi, juda ham ko'p tushunmagan narsalarim chiqadi har bitta sohada, har bitta narsada. ChatGPTdan ham narsani o'chiraylik. Va deylik hozir men bu narsa, ya'ni qanaqadir muammolar chiqib qoladigan bo'lsa tushunmasam ChatGPTga berib, kontekst, ya'ni nima qilayotganimni avvalambor ChatGPTga tushuntirish beraman va shundan ChatGPT kelib chiqib menga muammolar yechishga harakat qiladi. Bu deylik bilmadim, masalan deylik qanaqadir domain ochdik. Domainda hozir qanaqa misol berish haqida o'ylamagandim hozir. Deylik
Domain nima deganda, veb-sayt ochayotganimizda, har bitta veb-sayt domain orqali ishlaydi. Domain veb-saytda asosiy fundamentalniy joyi desak bo'ladi. Ya'ni deylik, men bu yerda qanaqadir informatsiya so'ramoqchiman shu yerda, o'zim tushunmayapman. Men mana bu yerda screenshot oldim o'sha ekranda. Screenshotni mana bu yerga qo'yib turib, ChatGPTga kiramiz va screenshotda ChatGPTga kirgizamiz va bu yerda nimani so'rasam bo'ladi? Qani, type domain hozir qanaqa savol berishni o'ylayapman. Bu nima va men veb-saytimni qo'shishim uchun nima qilishim kerak? Deylik, bu nima va veb-saytimni qo'shishim uchun nima qilishim kerak? Bu rasmda siz GoDaddy DNS sozlamalar sahifasini ochgansiz, ya'ni hozir aynan kontekstga tushmagan bo'lishi mumkin. Bizga yana ham informatsiya beryapti. Nima qilishim kerak degan misolda. Ya'ni bu narsani biz qanaqadir veb-sayt ochayotganimizda yoki boshqa veb-saytimizni boshqa yo'lda foydalanmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qanaqadir nimadir informatsiyalar, nimadir deylik, veb-saytga informatsiya jo'natish, shunga o'xshagan ruxsatlarni olish uchun, ya'ni bunaqa narsalar kiritamiz. Ya'ni bizga name shunaqa narsalar beradi. Shuni kirgizishimiz kerak bo'ladi va buni deylik, qanaqadir muammo bo'lyapti, kirmayapti yoki duplikat bo'lib qolgan, ya'ni ikkita bir xil informatsiyalar kirib qolgan, shunga o'xshagan muammolar chiqib kirmayotgan bo'lsa, men bunaqa qildim, manaqa narsaga hozir bo'lmayapti deb ko'proq informatsiya berib, holatimizni tushuntiradigan bo'lsak, bizga muammolarni birma-bir yechib beradi. Xo'p, buni o'zingiz qanaqadir muammolaringiz bo'lsa, holatni tushuntirasiz va shu muammo bo'layotgan, tushunmayotgan narsangizni jo'natasiz. ChatGPT bunga juda ham ustalik bilan yordam beradi deb o'ylayman. Hozir bu yerda men asosiy videodan maqsad overview bermoqchi bo'ldim. Ya'ni narsalar haqida, ya'ni ham rasmlarimizni grafik hozir rivojlanib ketdi, ya'ni rasmimizni qanaqadir biz xohlagan formatdagi rasmga o'xshatib qo'yish, ya'ni multfilm formatga, xohlagan formatlarga o'xshatib qo'yadigan ChatGPT modellar ko'p hozir. Shularni keyingi videoda yana ham batafsil sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman, xudo xolasa. Ya'ni juda ham ko'p yo'llardan foydalansak bo'ladi.